Assalomu alaykum dunyodoshlar. Bismillahirrohmanirrohim. Men hozir sizlarga yangi she'rlarimdan bittasini o'qib beraman. Bir zamonlar aytgan edi asl allomalar. Oxiratda qad ko'tarar keraksiz uylar. Hofizlardan ham yangraydi bema'ni kuylar. Amerikadan qaytadi yo'qolgan qo'ylar. Kasodga uchraydi O'zbekistonda to'ylar. Sarlavhani o'qimagan ekanman, aytib qo'yay. Fazilat Salimova degan sarlavha qo'yamiz. Yajuj majujlar egallaydi O'zbekistonni. Ayollari sotadi o'zidagi tanni. Hokimlari sotadir go'zal vatanni. Zindonband qiladir haqiqatni aytganni. Stalin aytgan edi, o'zing ot qaytganni. Senga nima bor Amerikada fazilat? Olov yurak ayolsan shu sendagi xislat. Dunyoni titratgan dollar degan kasofat. Dunyoni titratgan dollar degan kasofat. Bo'rilarga boribsan san izlab adolat. AQShga ishonma. O'sha yerda kasofat. Dollar yurgan davlatda urush to'xtamaydi. Portlashlar, yong'inlar bo'p turish to'xtamaydi. Qariyalarni qorni to'yib yashamaydi. Podsho yaxshi bo'lsa xalqi qaqshamaydi. Sovet davridagi hayotga o'xshamaydi. Men bu yerda O'zbekistonni nazarda tutayotganim yo'q. O'sha bo'lib o'tgan davlatlardagi voqealarni so'zlayapman. Shunga o'xshab qolmasin degan maqsadda men gapiryapman shularni. Shu she'rni eshitib ko'zinglar hech bo'lmasa ochilsin demoqdaman. Ikkinchi she'r. Bu she'r Rossiyada bo'lgan. Rossiya haqida aytaman. Lekin ayrim tushunmaganlar meni nimagani gapirayotgan bo'lsam, bizni gapiryapti, O'zbekistonni gapiryapti deb o'ylaydi. Dollarning odati xoinlarni to'playdi. Avval o'z bag'riga hokimlarni yo'qlaydi. Ichki ishlarni maosh bilan xo'p to'qlaydi. Tadbirkorlar cho'ntagini xo'p qoqlaydi. Dollar degan qog'oz mafiyani bog'laydi. Necha yillardir kim dimog'ini chog'laydi. Vaqtinchalik boy qilib ularni saqlaydi. Tekin pullar bilan oilasini sog'laydi. Bolalarini tekin o'qishga joylaydi. Yevropada uy joylar olishni xohlaydi. O'z vatanini sotib har yoqni bo'g'laydi. Ko'p xotinli bo'lib xohlagancha uxlaydi.